Xudin aka, hozir shu narsani ham bitta bog'bonlarga tushuntirib aytaylik-da. Bu sepilgan, lekin abresiya qilib olib tashalgan shoxa, bug'da. Qanaqa edi bu aka sepishimizdan oldin? 10 kun oldin sepmasimizdan oldin shu qo'lda buni shilsak ham shilinmayapti. Hozir mana qo'limni tekisam mana tushib ketyapti, kepakka o'xshab. Ichi suvlanyaptimi aka? Yo'q, hozir umuman suv yo'q. Birinchi kunlari sepilmasdan oldin shunday qilsangiz qo'l suv bo'lib, ho'l bo'lib ketyapti. Yo'q, suv. Kepakka o'xshab tushib ketyapti. Hurmatli bog'bonlar, mirishkorlar, tomorqasida mevali daraxt yetishtiruvchi dehqonlar, bundan roppa-rosa 10 kun oldin 2026-yilning 17-fevral sanasida Farg'ona viloyati Quva tumanida Akbarobod MF hududidagi bog'bonimiz Muhiddin aka bilan shaftolida qalqondor, ya'ni shitovka zararkunandasiga qarshi Mobiprom preparatini sepganmiz. Sepish videolarini ham qo'ydik. YouTube'da ham, Instagramga ham joyladik. Mana bugun roppa-rosa 10 kun bo'ldi. 10 kunda kelib samarasini ko'ryapmiz. Sepilgan joyi bilan sepilmagan joyini farqini shu inson ham siz u bizga o'xshagan bog'bon. Samarasi mana xolis o'zi aytadi. Muhiddin aka, sepilmagan joyni ko'rganimizda qanaqa, yo sepilgan joyimizda qanaqa? Sepilmagan joylarda farqi bo'lyapti. Tindaqda shilib ko'rsangiz ham shilinmayapti. Sepilgan joyda bittada farqini bildik. Oddiy mana shunaqangi cho'pda ish qalasak, kepak singari uchib ketyapti. Ya'ni tirnoqda ko'rganimizda ham sepilmagan joyda tirnog'imiz suvlanyapti, ya'ni zararkunanda hayot, tirik. Sepilgan joyda bo'ladigan bo'lsa, quruq. Ko'chishi ham juda oson. Hurmatli fermerlar, bog'bonlar, tomorqasida mevali daraxt yetishtiruvchi insonlar. Bu zararkunanda faqatgina moylik tarkibida moy bo'lgan preparat bilan yo'qotiladi. Turli xil terini kuydiruvchi yoki bo'lmasam qizdiruvchi preparatlar bilan bu narsani yo'qotib bo'lmaydi va faqat tinim davrida bak chiqqandan keyin yoki bo'lmasam kurtak bo'rtgandan keyin bu preparatni qo'llash tavsiya etilmaydi. Kimda ushbu yana zararkunanda bo'yicha, preparat bo'yicha savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilishlaring mumkin. Muhiddin aka mana o'zini bog'ida sinab samarasini ko'rdi. Menimcha endi to'liq sepsiz kerak. Ha, to'liq sepiladi, erta yo'qda sepib boramiz. Aka, biz bu yerda hech qanaqa ko'pirtirish, yo'q, narsa yo'q. biz sizga narsa oldindan rejalashtirmagan xolis fikrda bu, to'g'rimi aka? Bu narsani 1 yilning ichida butun tanani tozalab yuborishda o'zi qiyin narsa. Xudo xohlasa, yana keyingi mana kuzda yoki bo'lmasam erta bahorda keyingi yil yana bir marta ishlaymiz. O'zi bu yil tana tozalanganini sezasiz. Xudo xohlasa buni samarasini hali vegetatsiyada ham yana kelib ko'rishib gaplashamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Instagram, Facebook, YouTube sahifalarimizga obuna bo'lib, podpiska bosib, like bosib qo'ysalaringiz biz shunga xursandmiz va yana sizlarga yangi ma'lumotlar tayyorlashda charchamaymiz. Muhiddin aka, sizga ham rahmat aka.